eng kuchli iymon keltirgan kishi ayol bo'ldi. Bu Mashitati binti Fir'aun, Fir'aunning qizini sochlarini tarab, ustini poklab, kiyimini kiydirib, yedirib, ichirib yurgan o'sha qasrning ichida xizmatkor ayol iymon keltirdi. Mo'jizani ko'rgan vaqtda iymon keltirib qo'ydi. Bir kuni Fir'aunning qizining sochini tarayotgan edi. Iymon shunaqa narsa, odamga iymon kirgandan keyin uning siymosi, ko'rinishi, shakli, hamma narsasi o'zgaradi. Haqiqatan bunday birovlarni qarasangiz, avval namoz o'qimay yurgan davrini qarang, qana yuradi. Namoz o'qib yurgandan keyin bu odamning ustidan bir xushbo'y hidlar kela boshlaydi. Bu odamning chehralarida bir yorug'lik paydo bo'la boshlaydi. Yuziga qon yuguradi. Avval bir tarashaga o'xshab turgan odamda yuzida qoni ham yo'q, qapishib ketgan haliginaqa bir odam edi. Iymonga kelganiga qarab qoladi bu odam, eng go'zal, chiroyli odamga aylanadi-yu. Keyin gapirsa ham inshaalloh, bismillah deb gapirish boshlanadi. Avval so'kinib gapirsa, endi gaplar almashadi. Alloh xohlasa deydi, inshaalloh deydi. Shunga o'xshagan odamda ko'rinish paydo bo'ladi. Iymonning belgilari bo'lar ekanda odamda. Belgilar paydo bo'la boshlaydi. Mana shu belgilar ana shu xizmatkor ayol, sochini tarayotgan ayolda paydo bo'lgan edi. Fir'aunning qizini sochini tarayatib, qo'lidan taroq tushib ketdi. Taroq olayotganda ingashdi-da bismillah dedi. Bismillah dedi. Deganida qiz aytdiki, Alloh abi dedi. Alloh deyapsan, dadamni aytyapsanmi dedi. Deganida yo'q dedi. Alloh shunday zot, meni yaratdi Alloh, Rabbim. Seni yaratdi Alloh, sening Rabbing. Dadangni ham yaratgan Alloh, dadangni ham Robbisi. Robbil alamin, butun olamni yaratgan Alloh. Bu Robbil alamin dedi. Haligi qiz aytdiki, yo'q dedi. Men dadamga aytaman seni dedi. O'rnidan turdi-da, to'g'ri dadasiga chiqib Fir'aunga aytdi xabarni. Fir'aunning jahli chiqib, qaysi xizmatkor? Men sochlarimni tarab yurgan, menga qarab yurgan ayol. Chaqir dedi. Olib kirishdi. Askarlar sudrab olib keldi qasrning o'rtasiga. Dahshat qasr. Bu yerga erkak kishi kirsa qaltiraydigan qasr. Ayol kishi kirib keldi. Lekin hech qanaqa xavf, qo'rquv yo'q. Chunki ularning qalbi iymon bilan to'lgan edi-da ularning qalbi. Qasrning o'rtasiga kirdi. Rabbing kim dedi? Alloh o'zi saqlasin, siz bilan bizni shunaqa imtihondini. Agar shuna desa biz adashib ketibman deb qolamiz. U aytdiki, Rabbim Alloh dedi. Qanaqa Alloh degan edi? Seni, meni yaratgan, olamni yaratgan Alloh mening Rabbim dedi. Fir'aun o'rnidan sakrab turdi-da askarlarga qarab aytdiki, zanjirband qilinglar dedi. Uringlar dedi. Azob beringlar, dinini qaytaringlar dedi. Agar shunda qaytmasa keyin o'ldiramiz dedi. Askarlarga boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Ularning quloqiga Fir'aunning gapi bir bol bo'lib keladi. Ularning ko'zlari Fir'aunning aytgan narsasini qilishlik bilan endi xursand bo'ladi. Fir'aun bizdan rozi bo'lyapti deb. Bo'ldi, ularga bir buyruq yetadi. Ayolni sudraganicha azob beradigan joyga olib borishdi. Azoblashdi, urishdi, tepishdi, zanjirband qildi. Lekin ayolni diningdan qayt degan edi. Fir'aun mening ilohim deb aytdi. Yo'q dedi. Yo'q, avvaro bo'lasizlar. Fir'aun uni dinidan qaytara olmagandan keyin o'sha vaqtdagi eng oxirgi, eng qattiq o'limlarning biri. Fir'aun aytdiki, olib kiringlar qasrning o'rtasiga dedi. Hammani chaqirib qozon olib kelinglar dedi. Katta qozon olib kelindi. Qozonni tagiga o't yoqdi. Ichiga yog' soldi. Qozonning ichida yog' qaynayapti. Ayolni olib kelinglar dedi. Ayolni olib kelishdi. Olib kelganidan keyin aytdiki, diningdan qaytasan, salomat qolasan. Bir og'iz gap. Qaytmaysan, qozonda o'tga, yog'ga tashlaymiz dedi. Bilganingni qil dedi. Alloh bu sening bu dunyodagi azobing, oxirat azobini oldi, hech narsa emas. Jahannamning azobini oldi. Subhanalloh, ular iymonni bir kunda ko'rib, bir lahzalarda iymonning lazzatini tatib qo'ygan. Shundan keyin Fir'aun qarasa bo'lmaydi, qaytmaydi. Aytdiki, buni dedi, bolalar, yetim bolalari bor. Olib kelinglar o'sha yetim bolalarni dedi Fir'aun.
uyida haqiqatdan ham kichkina bolalar bor. Eng kichigi emiziladigan 3 oy 4 oylik bola. Undan keyingisi endi tili chiqayotgan, yurayotgan bolasi. Shunday birdan keyin 5 ta bolasi bor edi. Ular onalari kuni bilan Firavunning qasrida kechga kelayotganda bir burda non beradi. Shu bir burda nonni olib keladi. Xuddi qush ertaman uchib ketadi-da 5-6 bolasi qushning uyida o'tiradi, onasiga qarab boshini chiqarib. Onasi tumshug'idagi bir burda nonni ko'tarib keladi. 5 qushning bolalari haligi burda nonni cho'qib nima qiladi? Yeyishadi. Xuddi shunga o'xshab onasini kutib o'tirgan edi. Onalarini kutib o'tirgan edi, eshik taqillashi bilan bolalari birdan keyin biri yugurib borib eshikni ochdi. Onamiz keldi, non olib keldi dedi. Eshikni ochgan edi. Firavunning bu yuzlari xunuk askarlari haligi bolalarga tashlanib qoldi. Bolalarni sudray boshladi. Bolalar birdan keyin biri yig'lashib, qayerga ketayotganini bilmaydi, yig'laydi. Uyning ichiga qarab qochdi. Firavunning askarlari kirib, bitta qo'llaridan qayirib haligilarni sudradi Firavunning qasriga qarab. Bolalar dod faryod soladi. Ko'chada yig'layapti, ketyapti. Qayerga ketayotganini bilmaydi. 5 bolani olib keldi. Shunday kelsa, qasrning ichiga kirganda onalarini azoblangan, qonga belangan va qo'l oyog'i zanjirband holatda onalarini ko'rdi. Firavun aytdiki, diningdan qaytgin, bo'lmasa dedi, bolalaringni o'ldiraman dedi. Qarang, subhanalloh, imtihonni qarang. Yo'q dedi. Dinimdan qaytmayman. Firavun eng katta bolasidan boshladi dedi. Eng katta bolasiga kelishdi askarlar. Bolani qo'llarini qayirib sudray boshladi qozon tarafga. Bola nima qilmoqchi ekanini tushundi. Yig'ladi, onasidan yordam so'radi. "Ey onajon, yordam bering menga. Meni qozonga tashlamoqchi, meni o'tga tashlamoqchi, o'ldirmoqchi. Yordam bering" dedi. Ona 4 bolasini quchoqlab olgan, yig'lab bir bunisini o'padi, bir bunisini hidlab ko'radi. Ayrilishligini bilib turibdi. Xayrlashyapti ona. Lekin bolani, eng katta bolani sudrashib olib boryapti qozonga. Bola onasidan yordam bera olmasligini tushundi, zanjirlab tashaganini tushundida haligi askarlarga qarab aytdiki, "Rahim qilinglar. Sizlar ham insonsizlar. Sizlarning ham qalbinglarda, yuraginglarda qalb bor. Sizlar ham insonning qalbi bu. Rahim qilinglar menga." Ular hech narsa eshitmayapti. Bolaning chinqirganini ham, baqirganini ham, faqat ularga qulog'iga bitta eshitiladigan narsa "O'ldir" degan Firavunning so'zidan boshqa narsa eshitgan yo'q. Qozonga tasha o'tga degan so'zdan boshqa narsa kirmaydi ularning qulog'iga. Shunda bolalar qaradida askar ham hech narsa qila olmayotganini bilgandan keyin buning kattasi Firavun ekanini bilgandan keyin Firavunga qarab yalina boshladi. "Bizga omonlik bering. Meni o'ldirmang, meni qoldiring, gunohim yo'q, meni tashlab keting." Firavun xursand bo'lib kursisida o'tirib, kulib tomosha qilib turadi. Bola ularning ham hech kim yordam bermayotganini ko'rgandan keyin o'zining jiddigina, kichkinagina ukalariga, 4 ta ukasiga qarab, "Yordam bering, bizga yordam ber, meni o'ldiryapti" deb ukalardan madad so'radi. Lekin u vaqtda qozonning ustiga borib bo'lgan edi. Sekin oyog'ini qozonga tiqishdi. Oyoqdan boshlab qozonga botirishdi va baqirgan tovush boshining qozonga kirgandan keyin yo'qoldi. O'ldirildi. Shundan keyin bir past ichida go'shga suyaklari qozon tepasiga chiqdi. Go'shning hidi tarqab ketdi. Ona o'zining bolasining go'sh bo'lgan hidini hissiyadi. Keyin diningdan qaytgin dedi. Ona aytdiki, "Yo'q" dedi. "Men dinimdan qaytmayman" dedi. Unday bo'lsa dedi, ikkinchi bolasini tashlang dedi. Ikkinchisini tashladi, uchinchisini tashladi. Birin ketin, birin tashlayapti. Dinidan qaytmadi. 4-chi bolasiga kelishdi. 4-chi bolasi endi gapirishga kirgan bola edi. Endi gapirayotgan, endi yurayotgan bola. Onasi haligi eng kichik bolasini emizib turgan edi. Haligi bola bo'lsa onasining oyoqlariga yopishib olgan. Firavunning askarlari kelib bolani tortadi. Bola onasining oyoqlariga, qadamlariga yopishib, yig'lagan ko'z yoshlari onasining qadamlariga, oyoqlariga tomib turardi. Chuldurab bir narsalarni gapirardi deydi. Chuldurab bir narsalar gapirardi, gapi tushunib bo'lmaydigan gaplar. Lekin "Ey onajon, meni o'tga tashlatmang" degan gaplar gapirardi. "Ey onajon, meni gunohim yo'q, meni tashlatmang" deb qo'rqib, baqirib yig'lardi.
Lekin unga qaramasdan askarlar olib kelib bolani ham 2 yosh, 3 yoshdagi bolani ham o'tga tashlashdi. Yo'q. 5-bolaga kelishdi, subhanalloh. Ko'krakda sut, og'zida sut olib turgan bolaga kelib, bolani onaning ko'kragidan tortdi. U esa hech narsani tushunmaydigan bola edi. Lekin onasidan ajragandan keyin baqirib yig'ladi. Cho'chidi bola. Qo'pollik bilan tortishdi. Bolaning og'zida onasining suti oqib turardi. Qo'lida onasining sochidan bir parcha soch qo'lida qolgan edi. Shunday sudrab haligi bolani onadan yulib olishgan edi. Onaning yuragini, bag'rini, jigarini yulib ko'kragidan sug'urib olgandaqa bo'ldi. Shu vaqtda ona rahim kelib, haligi eng kichkina go'dak bir parcha go'sht bolani rahim kelib, ona shu bir qadam oldiga tashab bir narsalar gapirmoqchi bo'ldi. Xorlandi, ona sindi. Bo'ldi, chiday olmaydigan darajaga yetdi. Alloh taolo buni ko'rib turibdi. Alloh taolo onani yana ham sabot qilmoqchi bo'ldi. Onani mustahkam qilmoqchi bo'ldi-da, shu 2 oylik, 3 oylik bolaga nutq berdi. Bola gapirdi. Ya umma isbiri fa innaki ala haq dedi. Ey ona, sabr qil dedi. Sen haqdasan dedi. Ey ona, sabr qil, sen haqdasan deb Alloh taolo gapirtirdi bolaga. Subhanalloh. Va mallahu bighafilin amma ya'malu zolimun. Alloh taolo zolimlar qilayotgan narsadan g'aflatda emas. Alloh taolo g'aflatda emas ularning qilayotgan narsalardan. Nimaga Alloh taolo ko'rmadimi? Ko'rib turibdi Alloh taolo. Alloh taolo nusratga ham qodir zot Alloh taolo. Uni shunday iymonga chidashini Alloh bildi bu ayolni. Unga shunaqa iymonni Alloh bergan edi. Haligi bolani olib kelishdi, qozonga botirar ekan, og'zida onasining suti oqib turardi. Qozonga tashashdi. Shundan keyin onaga navbat keldi. Onani qozonga qarab sudrayotgan edi, ona to'xtanglar dedi. Fir'avnga mening iltimosim bor, hojatim bor dedi. Fir'avn o'tirgan kursisidan cho'chib ketdi. Ha dedi, bu 5 boladan keyin qo'rqdi endi. Hozir endi qaytadi dinidan deb Fir'avn turgan joydan yugurib haligi ayolning oldiga keldi va aytdiki, aytgin hojatingni, nima narsa so'rasang hammasini muhayyo qilib beraman senga. Subhanalloh. La'in. Kazzob. Sen nima narsa so'rasang muhayyo qilsang 5 bolasini tiriltirib olib kelib bera olasanmi sen? Ha? Nima narsa so'rasang men senga muhayyo qilaman. Nima so'raysan degan edi. O'yladiki, dinidan qaytadi deb o'yladi. Aytdiki, men dedi, sendan so'raydigan bitta narsam, men ham o'lganimdan keyin shu qozonda meni bolalarimni suyaklarini jamlab bir matoga o'rab bir joyga ko'mishingni so'rayman dedi. Subhanalloh, so'ragan narsani qarang. Meni tirik qoldir demadi. Shuni so'rayman degan edi. Fir'avn, "Ha, shunimi?" dedi. "Zalika laki alayna haq" dedi. "Zalika laki alayna lima laki alayna min haq" dedi. Bu dedi, haqqing bor shuni so'rashga, biz senga qilamiz. Bu bizning bo'ynimizdagi vojibimiz, vazifamiz dedi. Nimagaki dedi, sen meni qizlarimni shunday yuvintirib, kiyintirib, tozalab, shunaqa xizmatlar qilding qizlarimga dedi. Endi senga ham bir xizmat qilib qo'yamiz-da dedi Fir'avn. 2 ko'zini yumdi-da, askarlarni sudrashiga ham qarab o'tirmay o'zini qozonga uloqtirdi. Subhanalloh. Walillahi durruhu ma'azama thabataha va alqat nafsaha va ma'azama thawabaha. Alloh taolo bularga Allohning durlari bo'lsin, yog'ilsin bularga ayol. Buni Alloh taolo dinda qanaqa sabot qilib qo'ydi? Dinda qanaqa chidamlik, mustahkam iymonni berdi bularga, Allohning durlari yog'sin. Bularning savobini Alloh taolo qanaqa ulug' qilib qo'ydi bularni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Merojga chiqdi. Osmonni sayr qildi. Jannatni sayr qildi, do'zaxni aylandi. Ko'rsatdi, Alloh taolo ko'rsatdi shu yoqdagi bo'layotgan narsalarni. Shunda jannatdan o'tayotgan vaqtida shunaqa xushbo'y hid payg'ambar alayhisolamning burunlariga urdi. Shunda payg'ambar alayhisolam so'radi: "Ya Jibril, bu go'zal hid, xushbo'y hid nimaga bunaqa burqib ketdi birdaniga?" dedi. "Hamma yoqni tutib ketdi, jannatni to'ldirib yubordi bu hid." deganida Jibril aytdiki, "Bu Mashitatu binti Fir'aun va auladuha
Fir'avnning qizini taragan ayol va uning bolalarining xushbo'y hidlari dedi. Subhanalloh, jannatni burqitib turgan Fir'avnning qizini sochini taragan ayol va uning 5 ta bolasining nimasi dedi? Hidi dedi.